O'sha qiz sizning yuzingizdagi kelin ayolingiz sizga tekkaniga Xudoga ming shukr aytib olsin. Yaxshi ham shu bolaga tekkan ekanman. Meni yaxshi kiyintirib olib yuradi, yaxshi yegizadi, yaxshi muomala qiladi. Umuman olganda men baxtliman desin ayolingiz. Erimga tegib men baxt topdim desin. Shunaqa erkak bo'laylik, shunaqa ayol nima deydi, oila boshlig'i bo'laylik. Xo'mraygan, uradigan, chekadigan bolalarni ayolingiz rizqini qirqib ko'chada bema'ni betasir yuradigan bu narsa borligi uchun gapiryapman-da. Oyda 6 marta osh yeymiz, lekin uyga kelsangiz ashuncha kamchilik. Shu oshning o'rniga uyimizdagi kamchiliklarni o'g'nab qo'yaylik birinchi navbatda. To'playlik, topayotgan pulimizni to'playlik, chiroyli oshxona qilib beraylik. Ayol kishini bir kunda 24 soat bo'lsa 30 soat vaqti o'tadigan joyi qayt bo'ladi, oshxona bo'ladi. Ayollarimizga chiroyli nima qilib beraylik? Oshxonasini chiroyli qilib beraylik. Tashqarida bo'lmasin oshxona.